Assalomu alaykum kanal muxlislari, kanalimga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan birgalikda qarsildoq baqlajonli salat tayyorlaymiz. Ovozni ham mana eshitinglar. Demak, hozir birgalikda tayyorlaymiz. Buning uchun bizga kerak bo'lgan masalliqlar: baqlajon kerak bo'ladi, pomidor, kashnich, aroydi sousi kerak bo'ladi. Bundan tashqari bizga kraxmal hamda un kerak bo'ladi. Kerak bo'lgan masalliqlarni ko'rib oldinglar ekranda. Hozir tayyorlashga o'tamiz. Birinchi bo'lib biza un bilan kraxmalni aralashtirib olamiz. Demak, 3 osh qoshiq to'la kraxmal solamiz. Sita yordamida uni elab olamiz. Kraxmalni elab olganimizdan so'ng bizaga un kerak bo'ladi. Demak, unni ham 3 osh qoshiq to'la solamiz. Buni ham elab olamiz. Hozir biza mana shu un va kraxmalni suv bilan aralashtirib olishimiz kerak. Demak, kichkina piyolada, mana hozir ekranda ko'rsataman, to'la suv ishlataman men. Demak, suvni ozginadan quyib aralashtirishni boshlaymiz. Smetanaga o'xshagan massa bo'lishi kerak. Qumolari qolmasin, yaxshilab aralashtiringlar. Mana shu piyoladagi hamma suvni solaman. Agar o'lchab solmoqchi bo'lsanglar, mana shu kichkina piyolani me'yori 200 ml bo'ladi. Demak, yaxshilab aralashtirib olamiz. Endi 1 choy qoshiq silla tuz solamiz va yaxshilab aralashtirib olamiz. Demak, bu massamizni bir chetga qo'yib turamiz. Hozir biz baqlajon bilan shug'ullanamiz. Yuvilgan baqlajonlarni olib, ekranda ko'rib turganinglardek postini artamiz. Postini artishni ko'rib turinglar. Xohlasanglar butunlay artib tashlaylar. Xohlasanglar mana oralab turib pichoq yordamida tozalab olamiz. Bugungi salat uchun men baqlajonni 2 donasini ishlataman. Pomidordan 3 dona ishlatamiz. Pomidorlar lekin hajmi kichkina, unaqa yirik pomidor emas. Kashnich, yarim bog' kashnich yetarli. Demak, baqlajonlarni tozalab oldik. Mana endi uzunasiga 2 ga bo'lamiz, yana 2 ga bo'lamiz. Ekranda ko'rib turibsizlar va yirikroq shaklda bo'laklarga bo'lib olamiz. Mana shu ekranda, videoda ko'rib turganinglardek bajarib olasizlar. Mana shu paytda baqlajonlarni qovurish uchun gazga, ya'ni olovga qozonchamizni yoki tavani qo'yamiz, yog' solib qizdirib qo'yamiz. Baqlajonlarni qizib turgan yog'da pishirib olishimiz kerak. Baqlajonlar tayyor bo'ldi. Hozir boyagi tayyorlab olgan unli kraxmalli massamizga baqlajonlarni solib yaxshilab belab olishimiz kerak. Sizlarga yana bir bor ta'kidlab o'taman, bu salat uchun 2 tagina baqlajon sotib olsanglar yetarli. Pomidor ham 3 dona yetarli. Pomidorni maydarog'ini ishlatdim. Demak, baqlajonlarni kraxmalli unli massamizga belab olamiz. Mana endi qovurishni boshlaymiz. Demak, men tavaga yog' solib qizdirib qo'yganman. Qizib turgan yog'ga baqlajonlarni solamiz. Baland olovda pishirib olamiz. Chunki qip-qizil bo'lib chiqishi kerak. O'rta olovda ham pishirsanglar bo'ladi. O'rta olovda sal vaqt uzoqroq qizaradi. Balandroq olovda pishirsanglar, tez qizarib beradi, tez pishirib olasizlar. Baqlajonlarni albatta qizib turgan yog'ga solamiz. Pishirish davomida baqlajonlarni o'girib turamiz. Yaxshilab qizarib olishi kerak. Qip-qizil qilib olsanglar, qarsildoq chiqadi baqlajonlar. Mana shu tarzda baqlajonlarni qizartirib pishirib olamiz. Baqlajonlarimiz qarsildoq, qasir-qusur bo'lib chiqadi. Juda ham mazali chiqadi. Pishgan baqlajonlarni yog'dan silqitib idishga olamiz. Bu baqlajonlar o'ziga yog' shimvolmaydi. Shu tomondan ham yaxshi. Men bu hozir yarmini pishirib oldim. Yana ikkinchi partiyasi bor. Qolganini yana pishirishni davom ettiramiz. Pishgan baqlajonlar hali issiq. Mana qarsildoq ovozini eshityapsizlarmi? Aralashtirganingizda ham qarsillab turadi. Hamda rosa yeyishli chiqadi. Hozir esa pomidorlarni tayyorlashga o'tamiz. Pomidorlarni yaxshilab yuvib olamiz va pomidorlarni bo'laklarga bo'lib olamiz. Demak, men boya ham boshida aytib o'tdim, maydaroq pomidorlarni ishlatyapman. Xohishga ko'ra cheri pomidorlarni ishlatsanglar ham bo'ladi.
Pomidorlarni o'rtadagi o'zagini olib tashlab, bo'laklarga bo'lib olamiz. Salatga albatta ko'kat ishlatamiz. Bugun kashnich ishlatamiz. Kashnishni yuvib tayyorlab olganman. Mana pomidorlarni ham to'g'rab bo'lib qoldik. Endi kashnishni to'g'rashga o'tamiz. Iloji boricha yirik qilib to'g'raymiz. Hozir tayyor bo'lgan baqlajonlarni chuqur idishga solamiz. Mana endi aroydi sousi kerak bo'ladi. Aroydi sousini baqlajonlarni ustidan quyib olamiz. Birozgina quyib olamiz va baqlajonlarni aralashtiramiz. Yengil harakatlar bilan tog'orachani silkitamiz faqat. Hozir esa salatni bezatishga o'tamiz. Demak, birinchi idishimizga pomidorchalarni bo'laklarini solamiz. Kashnishdan sepamiz va ozgina tuz sepamiz, chunki pomidorlarga tuz sepilmagan. Hozir esa ustidan baqlajonlarni solamiz. Hammasini solmaymiz, yetarlicha solamiz. Baqlajonlarni ustidan pomidor bo'laklarini joylashtiramiz hamda ko'kat sepamiz. Mana shu tarzda bezatib olamiz. Pomidorlarga albatta tuz sepili, mayda tuz sepamiz, xohishga ko'ra mayda murch sepamiz. Bu albatta pomidor bo'laklari ustidan sepiladi. Mana endi ozgina aroydi sousidan quyib yuboramiz. Salatimiz tayyor bo'ldi. Dasturxonga tortish payti keldi. Mana qaranglar, ko'rinishini qaranglar, juda ham chiroyli. Baqlajonlari qarsildoq salatimiz juda ham mazali. Hozirlarga yeb eshittirib ko'rdim. Eshitdinglarmi qarsildoq ovozini? Albatta tayyorlab ko'ringlar. Shunday qilib azizlar, keyingi videolarimda g'oyibona ko'rishguncha Allohga omonat bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling.